Bugun meni imtihondan yiqitishlariga oz qoldi. Xullas, bugun ertalab zavtrak qilganimdan so'ng menga telefon keldi va test tayyorlanib tur olib ketamiz deyishdi. Qayerga deysizmi? Unisini videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Men tayyorlanib pastga tushdim va mashina keldi. So'ng biz bir joyga bordik. Keyin bilsam, bu joy yangi ochilishi kerak bo'lgan suv sport saroyi ekan. Va biz ichkariga kirdik. Suv sport saroyining ichki ko'rinishi menga yoqdi. Biz bu yerga ochilish marosimidan oldingi tayyorgarlik uchun keldik. O yerdan chiqib o'qishga yo'l oldim, chunki bugun imtihonim bor edi. Imtihonga kech qolaman deb o'ylagan edim, xayriyat ulgurdim. Imtihonda 40 ta savoldan 28 tasiga to'g'ri javob topdim. So'ng trenirovkamga bordim. Bugungi distansiyani suzib bo'lganimdan so'ng hammamiz vodnipol o'ynadik. O'yin juda qiziq bo'ldi. Keyin esa kechga yaqin trenirovkadan chiqib uyga qaytdim.